Farg'onadan kelgan akamiz Cobalt avtomat korobkani ishlarimizni anchadan beri kuzatganliklari uchun bizga shuni olib kelishdi. Bularda bo'ladigan hodisani sizlarga tushuntirib o'tadigan bo'lsam, avtomat korobka Cobalt metan ustunovka qilingandan keyin sizlar ham aynan mana shu muammoga duch kelishlari mumkin. Qaranglar. Drive'da turib riski gazi bo'lsa, mansalaring tutilib qoladi-da, avorot birdan keyin olib ketadi. Lekin arada bir uzilish bo'ladi. Lekin ketibsizlar, avgonga chiqaman deydigan bo'lsalaring, dalniyda gazni risk bo'lsa mansalaring, motion borki, hech qanaqa gaz pedalni chuvsib qilmaydi. Bir xil me'yorda ketaveradi, bo'g'ilib qoladi. Shunaqa hodisalar aynan akamizda bo'lyapti, risk gazi bosganda tutilib qolish holati. Lekin bu yerda programmalar yozilib, relaylargacha ulangan. Endi agar bu videoni usta akalar ko'radigan bo'lsa, misol uchun deylik, usta akalarimiz mana suyutchani o'zi ko'rgan holatida o'zi shuni bo'lishadi. Suyutchadan zajgani qanaqa qo'yilgan, suyutcha qanaqa ishlanganini yaxshi motorist akalarimiz bu videoni ko'rib turishgan bo'lsa, bitta o'zlarining kommentariyada izohlarini qoldirasizlar. Juda ham qizarib ishlagan. Mashina o'zi ko'p yurmasdan suyutchani qizartirib tashigan. Bu qizartirib tashishining sababini endi ustakalarimiz bilishadi, motorist ustakalarimiz, lekin klientlarimiz juda tushunishmaydi. Nima uchun qizarib ishlaydi? Sababi zajgani me'yordan ortiq qo'yilgandan keyin, rani bo'lgandan keyin suyutcha ham qizaradi. Klapini ham qizarib, kuyishga, etda kuyishiga olib keladigan narsalardan bittasi. O'zi sama saboy klapini programma qilinmagan taqdirda ham kuyadi. Lekin zajgani me'yordan ortiq rani qilingandan keyin moshunda hobi aytganimdek klaplar kuyishni boshlaydi. Gaz risk bosganda tutilish holati bo'ladi. Hamma narsani me'yor ma'qul. Bitta bu motion texnikasi bo'yicha emas, o'zingizda ham misol uchun любой holatda ham me'yordan oshirib olganlaringdan keyin har xil hodisa kelib chiqadi. Hozir buni programmalarini duh rejimga qilib normal holatda qo'yib beramiz. Ya'ni klaplarga nagruska bermaydigan holatda qo'yib beramiz. Sajganida gazlarni o'shanga moslab regulirovkalarni qilib beramiz. Motion xudo xolasa idealni ishlashda boshlaydi. Yerdagi akamiz Samarqanddan oldimizga olib kelishgan. Xudo xolasa bu yerda qilinadigan ishlar propan ustunovka qilingan. Propanda hozir akamiz aytibdilar, ko'ngilda yurmayapti, didda yurmayapti. Kansan yoqsam bo'g'ilib qolyapti. Tekshirganimizda bu yerda zavodskiy holatda turibdi programmalarini propanga, benzinga moslab, to'g'rilab programma qilib beramiz. Zaslonkalari to'lgan, zaslonkalarni tozalab beramiz. Zaslonka nima to'lgandan keyin nima hodisa ro'y beradi? Moshina benzindan gazga o'tadigan paytga qaltirab o'tadigan vaqt bo'lib qoladi, o'chib qoladigan hodisa bo'lishi mumkin. Shunaqa narsalari, taxometr o'ynash hodisalari boshlanib keladi. Zaslonkalar to'lgan. Hozir zaslonkalarni tozalab, programma, korobka motor programmalarini qilib beramiz. Korobkalarning o'zi mo'y vaqti yetib kelgan, mo'ylarini ham birato'lasiga shetda almashtirib beramiz. Shu xizmatlar bo'yicha o'zingizga kelaverasizlar.